Bugun barchalarga aziz kuzatuvchilarimiz xayrli kech. Hozir sizlarga 1 daqiqa ichida Toshkent avtovokzalidan viloyatlararo yo'nalishlar bo'yicha avtobuslarda qanday ketish mumkinligini va vaqtlarini sizlarga ma'lum qilib o'taman. Ushbu yo'nalishimiz Toshkent-Qarshi yo'nalish bo'yicha avtobuslarimiz Toshkent shahridan 8:45, 12:30 hamda 20:30 da harakatni amalga oshiradi. Qaytish vaqtlari esa 10:00, 20:30 hamda 22:00 da amalga oshiriladi. Navbatdagi esa Toshkent-Termiz yo'nalishidagi avtobuslarimiz ketish vaqtlarimiz soat 18:00, 19:00, 20:00 hamda 21:00 da amalga oshiriladi. Qaytish vaqtlari esa soat 17:00, 18:00 hamda 19:00 da avtobuslarimiz qatnovlari amalga oshiriladi. Navbatdagi qatnovimiz Toshkent-Navoiy yo'nalishi bo'yicha. Toshkent-Navoiy yo'nalishi bo'yicha avtobuslarimiz kunning 9:45, 12:15, 17:00 hamda 20:30 da qaytish vaqtlari esa 8:45, 13:00 hamda 21:00, 22:30 da amalga oshiriladi. Toshkent shahri Toshkent avtovokzalidan qatnovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Buning uchun ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarga ega bo'ling va chipta narxlari bo'yicha ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi.